Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi videomiz ko'p kutilgan, ko'p munozaralarga sabab bo'lgan mavzuda bo'lib o'tadi. Adashmasam 7 yoki 8 yil oldin kimdir kelib mendan eng katta orzuying nima deb so'rasa, universitetga kirish, oliy ma'lumotli bo'lish derdim. Bo'ldi. Hayotimdagi eng katta tasavvur qila olish, ya'ni orzu niyat qila olish universitetga kirish bo'ldi. Mana shu universitetga kirib olsam bo'ldi. Undan keyin bo'ldi. Hech narsa tasavvur qilmagan ekanman. Qaysiki juda ham katta xato bo'lgan. Demak, bugun biz siz bilan uyda narsalarim onasida shunchaki chang bosib yotmaydi. Yaxshi akkurat yopib qo'yaman. Mana bunaqa qizil diplomim, ya'ni men iqtisodiyot universitetini qizil diplom bilan bitirganman. Qizil diplom uni hayotimizdagi ta'siri yoki bo'lmasa oliy ta'lim bizga qanchalik hayotimizga katta o'zgarish olib kelishi mumkin yoki umuman balki olib kelmas universitetga o'qishga kirganimiz. Mana shunaqa mavzuda gaplashamiz va videomizni albatta reja qilib olamiz. Birinchi rejamiz albatta bizda qizil diplom yoki diplom bizni hayotimizga olib kelgan ta'sir. Ikkinchisi esa menga yordam bergan adabiyotlar va sistemalar, praktikalar. Demak, biz asosan mana bu kitob orqali hozir suhbatimizni davom ettiramiz. Uchinchisi esa qanday qilib universitet yillaridan maksimal darajada to'g'ri foydalanish mumkin. Ya'ni haqiqatdan ham qizlar, yigitlar oltin davr deganda nima tushuniladi va biz qanday qilib 4 yilni juda ham maksimal darajada yaxshi o'tkazishimiz mumkin. Mana shu haqida gaplashamiz. Avvalambor, agarda siz abituriyent bo'lsangiz yoki bo'lmasa farzandingiz yoki biron bir qarindoshingiz abituriyent bo'lsa, albatta sizga va ularga juda ham katta omad tilayman. Test sinovlarida juda ham yaxshi natijalarni ko'rsatib, oliy ta'lim muassasalariga qabul qilishingizni tilakdoshiman. Lekin esimizda tutishimiz kerakki, oliy ta'limga kirdik deganimiz, ya'ni oliy ta'lim muassasasiga qabul qilindik deganimiz bizni yorqin kelajagimiz naqd degani emas. Ya'ni biz juda ham ko'plab hali bosib o'tishimiz kerak bo'lgan yo'llar, o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar bo'ladi. Diplomim haqida gapirish esimdan chiqib qolibdi. To'g'ri, men bu diplomni hozir uyimda ushlab turibman. Qo'limda hech qayerda hech narsa qilmaydi. Orada changlarni artib qo'yaman, lekin nimaga ishlatdim? Germaniyaga magistraturaga o'qishga topshirdim va bu yerga magistraturaga o'qish topshirayotganda GPA qaraladi, ya'ni o'rtacha sizni ko'rsatkichlaringiz. Menda hammasi 5 bo'lganligi uchun Germaniyadagi oliy ta'lim tizimidagi demak eng kichkina baho bu eng katta baho 1 hisoblanadi. Bizda 5 ku. Bu yerda eng katta baho 1 hisoblanadi. 1, 1, 2, 3 mana shunaqa olgan baholaringizni butun 4 yillik davomida olgan baholaringizni hisob kitobi chiqariladi, o'rtacha bahosi. Misol uchun hammasini 5 ga yopib bitta 4 bo'lib qolgan bo'lsa, misol uchun 4,5 chiqishi mumkin umumiy GPA'ingiz. Demak, Germaniyadagi demak qonunlar bo'yicha, Germaniyadagi ta'lim tizimidagi demak talablari bo'yicha meni GPA'im eng baland 1,1 desak bo'ladi. 1,12 hisoblaymiz. Chunki orada bitta 4'im bor. Bitta 4 bilan qizil diplom olganman. Onlayn tarzda, onlayn transkript ko'rinishida magistraturaga topshirganman. Ya'ni onlayn transkriptni ko'rib, mana universitetlar "Vau, sizda juda ham katta GPA ekan. Albatta biz sizni qabul qilamiz" deb demak qabul qilishgan. Bu yerda ham xuddi shunday universitetdagi nemis professorlardan o'zimga yana ustoz topdim, yana ish o'rganishga, yana kamchiliklarim ustida ishlashga imkon bo'ldi va mana shunday qilib, agarda demak umuman yomon baholarga bitirishingiz mumkin. 3 bilan, hammasini 3 bilan bitirganlar ham ko'p. Ayniqsa bizda qizlar erta turmushga chiqib ketishadi, ya'ni o'qishga kirgandan keyin o'zi bizda o'qishga kirdimi bo'ldi, bir balo qilib diplom oladi deydi-da, turmushga qurib ketishadi va aksariyat qizlar oila bilan yoki farzand bilan yaxshi o'qiy olmaydi, ya'ni kam baholar bo'lib qolishi mumkin va diplomni oladi. Ular ham agarda ishlarini topsa, albatta yomon emas. Umuman olganda hammani tanlov o'ziniki, hammani demak o'zini optionlari bo'ladi, tanlovlari. Hech kim bir-birini muhokama qilishga sababchi emas. Lekin agarda siz nauka bilan ketmoqchi bo'lsangiz, jiddiy rejalaringiz jiddiy terilgan bo'lsa, qizlar, yigitlar umuman farqi yo'q. Albatta rejali ish qilganingiz yaxshi deb hisoblayman.
boshlaganimda menga universitetdagi o'sha ustozim mana shu kitobni o'qishni taklif qildilar. Hayron bo'ldim, to'g'risini aytsam. Men kitoblarni qanaqadir yillar oldin o'ylardimki, faqat chet el kitoblarini o'qisam, qanaqadir mashhur psixologlarni, filosoflarni kitoblarini o'qisam, men juda ham shunda rivojlanib ketaman dedim va shuning uchun Atomic Habits'ni o'zim o'qib tugatganman. Atomic Habits, demak, bundan xabaringiz bo'lsa kerak, o'zbekcha tarjimasi ham bor, atom odatlari deb tarjima qilingan. Juda ham kichik rivojlanishlarga motivatsiya beruvchi, juda ham yaxshi kitob. Tugatish ham, o'qish ham juda ham oson. Undan keyin mana bu kitobni menga maslahat berishdi va boshida okey, mayli, ustozim buyurdi deb o'qib ko'rdim, lekin nimaga oldinroq o'qimaganman dedim shu kitobni. Nimaga? Ya'ni birinchi kursni boshlamasimdan oldin shu kitobni o'qishim kerak edi. Bu haqiqiy o'zimizni jamiyatdan bo'lgan inson yozganligi uchun, balki bizni hayotimizga 100% tatbiq qila oladigan kitob desak ham bo'ladi. Ya'ni Atomic Habits bu qanaqadir general kitob, hammaga ham to'g'ri kelib ketaveradi. Har qanday yoshga ham deb o'ylayman men. 40 yosh, 45 yoshdagi odam o'qisa ham bo'ladi, lekin mana bu talaba do'stimga 75+ maslahat. Har bitta talaba agarda vaqtini bekorga sarflamasliklarini istasa, albatta o'qib ko'rish kerak bo'lgan kitob hisoblanadi. Demak, ikkinchi kurs boshida bu kitobni o'qidim. U payti menda CV yo'q edi yoki bo'lmasa qanaqadir nima qilishim kerak bo'ldi. O'qishga kirdim. Nima qilay? Ishlaymi, shogird tushaymi, ko'proq ishlab pul topaymi yoki pulni chetga surib qo'yib boshqa til o'rganaymi, yana qo'shimcha tillar o'rganaymi, qo'shimcha qanaqadir computer science o'rganaymi yoki matematikani kuchaytiraymi. Mana shu savollar juda ham boshimda ko'p aylanardi. Va bu kitob menga to'g'ri yo'l ko'rsatdi deb o'ylayman. Umuman olganda universitet nimaga kerak ma'nosida Germaniyadagi ta'lim tizimi hozir qo'shib ketadigan bo'lsam, Germaniyada ta'lim tizimi maktablar 3 turga bo'linadi. 1, 2, 3 darajali. Eng yaxshi maktab gimnazium. Gimnazium demak boshlang'ich maktabdan keyin, boshlang'ich sinflardan keyin natijalariga qarab, o'quvchilar ko'rsatgan natijalarga qarab ular bo'lib chiqishadi. Kim qanaqangi high schoolda davom ettiradi va gimnaziumga qabul qilingan bolalar eng akademik ko'rsatkichlari baland hisoblanadi va gimnaziumni bitirgan bolalar ham eng faqat top universitetlarga topshiradigan bo'ladi. Ya'ni ba'zi bolalar bo'ladiki, faqat kasb o'rganib, tezroq o'shani amaliyotga qo'llab ketadi. Ya'ni hamma ham akademik bo'la olmaydi yoki hamma ham chiroyli hunarmand bo'la olmasligi mumkin yoki mana shunaqa narsalar. Va bizda ham xuddi shunday. Menimcha yuqori sinfga borayotganda, universitet tanlaganda bizda aytadiki, diplom bu albatta non. Diplom olib qo'yaverish kerak degan noto'g'ri gap bor. Hammani o'zini hayot yo'li, unga yozilgan qobiliyatlari boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham o'zimizga savol beramiz. Men yoki biz nima qilmoqchimiz? Biz demak 3 xil ishda, 3 xil karyerada davom ettirishimiz mumkin. Birinchisi davlat xizmatlarida. Davlat xizmatlari har qanday tashkilot, har qanday ishxonaki davlat tasarrufida bo'lgan. Misol uchun Ichki ishlar akademiyasiga kirish mumkin, bank bo'lishi mumkin yoki maktabda o'qituvchi bo'lish mumkin. Maktabda o'qituvchi bo'lish ham davlat ishi hisoblanadi. Misol uchun davlat tasarrufidagi ish joyida ishlaymanmi yoki bo'lmasa erkin tadbirkor bo'lamanmi yoki bo'lmasa nauka bilan ketamanmi, ya'ni ilmiy yo'nalish bilan. Hamma odam mana shu 3 ta yo'nalishdan bittasida bo'ladi aniq. Ikkinchi o'rindagi, misol uchun erkin tadbirkorlik haqida gapiradigan bo'lsak, bozordagi oddiy mustaqil savdo qiladigan opalarimiz, akalarimiz erkin tadbirkorlik, o'zlari erkin faoliyat yuritishyapti. Ya'ni ularga borib qaysidir qurilish universitetining qanaqadir diplomi ularning hayotida katta o'zgarish olib kelmaydi. Agarda mana shunga borayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa
davlat xizmatlarida bo'ladigan bo'lsa, davlat xizmatlarida ketayotganda ham albatta diplom bizga kerak. Nauka bilan, ya'ni ilmiy yo'nalishga ketayotgan bo'lsak, katta siz professorlik, akademik, katta qanaqadir ilmiy loyihalar, mana bunaqa narsada o'zingizni xohlasangiz va o'zingizni ko'rsangiz, albatta siz faqatgina bakalavr diplom bilan cheklanib qolmasdan, yana ko'p davom etishga o'zingizni tayyorlashingiz kerak. Ya'ni faqatgina bakalavrdagi o'qiyotganimizda ham, universitet tanlashimizda ham xuddi shunga qarab e'tibor beramiz. Misol uchun, dunyodagi top 1000 talikdagi universitetlar yoki bo'lmasa o'zimizning shahardagi universitet yoki bo'lmasa poytaxtdagi universitet yoki qo'shni Qozog'istonda, Rossiyada qayerda o'qiymiz? Koreyada o'qiymizmi, Yaponiyada o'qiymizmi? Mana shu narsa savollarni o'zimizga berishdan oldin, ya'ni biz qaysi universitetga topshirishimiz kerak deyishimizdan oldin biz o'zi nima xohlaymiz degan narsani o'zimizga berishimiz kerak va bu fikrni mana shu kitobdan olganman va shundan keyin nega shu kitobni men 11-sinfda abituriyent paytimda o'qimaganman deb afsuslanganman. Lekin agarda sizda vaqt bo'lsa, hoziroq o'qib qo'ying, buni kechiktirmang. Umuman olganda, agarda 2-3 kurs bo'lsangiz ham baribir o'qib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Qanday qilib universitet davrlarini maksimal darajada foydalanishimiz mumkin? Maksimal darajada. Demak, shaxsan men maktab davrimdan ko'ra universitet davrini juda ham yaxshi ko'raman, ko'p sabablarga ko'ra. Chunki maktabdan ko'ra universitetda ko'proq erkinlikka bo'lganmiz. Erkinroq kiyinish, erkinroq fikrlash va flexible bo'lgan darslar. Ya'ni maktabdagi darslarni butunlay tanlay olmayman, lekin universitetdagini, misol uchun bizda yangi ta'lim tizimi, kredit ta'lim tizimiga o'tmaslikdan oldin o'qiganimizda ham hech bo'lmasa qiziqgan sohamizda, demak biz iqtisodiyot universitetiga topshirdik, bo'ldi. Mana shu atrofdagi har qanday o'tiladigan fanni, demak, meni qiziqishim asosida bo'ladi. Universitet davrim, maktab davrini unchalik yoqtirmayman. Universitet davri xotiramda va butun umrimda yorqin davr bo'lib qolgan. Yana ham hozirgi aqlim bilan o'ylaymanki, yana ham zo'r bo'lishi mumkin edi. Bunaqa qilmaganman degan qanaqadir afsuslar bo'ladi-yu, lekin baribir ham o'sha holatimga qaraganda, o'sha darajamga qaraganda maksimal foydalanganman. Maktab davrida yoki universitet yoki kollejda mana shunaqa joylarda albatta kimnidir jiyani, o'qituvchining bolasi, kimnidir kimi bo'lish, qanaqadir sevimli bo'lish albatta foyda olib keladi va menga o'xshagan hech qanday ta'limga yoki hech qanday bunaqaga aloqasi yo'q bo'lgan qanaqadir studentlar, o'quvchilar albatta shodda ham shunaqalar bora deb turishadi-yu, no bor gap. O'shanaqalar bo'ladi, lekin qanaqadir aktiv bo'lishingiz uchun albatta sizni ota-onangiz yoki bo'lmasa qaysi qarindoshingiz universitetda domla bo'lishi shart emas yoki bo'lmasa kimnidir jiyani bo'lishi shart emas. Buni ham eplasak bo'ladi. Qanaqa qilib men o'shani epladim? Albatta, ustoz topganligim va iqtisodiyot universitetida raqamli iqtisodiyot fakulteti yo'nalishida o'qiganligimga qaramasdan, zakovat, munozara va har qanday mana shunaqangi tadbirlarda yoki bo'lmasa musobaqalarda aktiv qatnashardim. Kitobxonlik har oyda, demak bizni kitobxonlar klubimiz bor edi. Har bitta oyda bitta kitobni o'qib chiqamiz. Ixtiyorli talabalar guruh yaratganmiz. Misol uchun 3-4-kurs bo'lganda o'sha guruhdagi katta sardor o'zim bo'lganman. Bitta kitobni tanlaymiz, o'qiymiz va har oy bitta kitob taqdimoti bo'ladi. O'sha kitobni yoritib gapirib beramiz. Mana bu eng katta nima deydi, unutilmas xotiralar bergan davr desa bo'ladi men uchun. Yoki bo'lmasa zakovat, yoki bo'lmasa qanaqadir hasharlar, yoki bo'lmasa qanaqadir ko'ngillilarni yig'ib qanaqadir xayriya ishlarni amalga oshirish. Albatta buni hech kim majburlamagan. Aytishadi-yu, mana shunaqa qilish kerak ekan, mana bunaqa tadbir bo'lishyapti deydi-yu, lekin shunchaki social active bo'lish
ya'ni ijtimoiy aktivroq bo'lish menga katta yordam olib kelgan. Ya'ni mana shu ijtimoiy ko'proq aktiv bo'lib, albatta qilgan ishimni sevganman. Misol uchun, qanaqadir joylarga ko'ngilli bo'lib borib ishlab berish, qanaqadir xayriyalar amalga oshirish, bu juda ham yaxshi tuyg'ular inson sifatida va albatta mana shu doim universitetda aktivligimni ushlab turgan yoki zakovatga yoki bo'lmasa jadidlar haqidagi har yili 2 marta biz jadidlar xotirasiga bag'ishlangan qanaqadir tadbirlar yoki qanaqadir savol javoblar bo'lardi. Ana shunga juda ham chin yurakdan tayyorlanib borardik. Tinmasdan tayyorlanib va universitetda kechgacha qolib tayyorlanib mana shunaqa narsalar. Va yana agarda siz nauka bilan ketmoqchi bo'lsangiz yoki ish o'rganmoqchi bo'lsangiz, universitetdan yarim stavka ish olish bu juda ham to'g'ri narsa. Oyligi umuman yaxshi emas. Agarda siz pulni ahamiyatsiz deb qarab tursangiz va qaysidir kafedrada yoki qaysidir bo'limda yarim stavka ishga kirib, ham ustozlaringiz yonida bo'lasiz, ham ish o'rganasiz, ham universitetda o'sha aktivlikni ushlab turasiz. To'g'ri, bu umuman pul olib kelmaydigan narsa. Hattoki har kuni ko'chadan ovqatlansangiz, topadigan pulingiz to'g'ri kelmaydi. Minusga kirishingiz mumkin. Lekin yuqorida aytganday, haligi 3 ta yo'nalishdan qaysini xohlaysiz, o'shanga qarab ham qaror qabul qilasiz. Xo'p, xulosa qilib aytganda, avvalambor universitet davrlari menda eng yorqin davr bo'lib qolgan. O'ylaymanki, sizda ham xuddi shunday bo'ladi. Kelajakdagi har bitta orzu umidlaringizga, niyatlaringizga yetishingiz tilakdoshiman. Meni qo'llab-quvvatlashni unutmang va video yoqgan bo'lsa like, podpiska, undan keyin fikrlaringiz bo'lsa, aynan mana shu universitet yoki tanlashda yoki kasb tanlashda albatta kommentariyada qoldiring. Albatta har bittasini o'qib javob qaytarishga urinaman. Sizlar bilan Nilufar Qarshiboyeva, Nil va Rim edi.